Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar. Yuksalish uz kanalining ashaddiy muxlislari. Bizni bugungi obzorimiz yotoqxona mebellari bo'ladi. Manzilimiz Andijon viloyati, Andijon shahri mebellar markazidamiz. Kimga shu yotoqxona mebellari qiziq bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmaymiz. Narx-navolar va sizlarga qanaqa mexanizmlardan ishlatilganligi haqida sizlarga to'liq ega qilaman. Sizlar kuzatishda davom etib turinglar. Xo'p, bu yotoqxona mebelimizga keladigan bo'lsa, juda chiroyli holatda ishlangan. Ko'rib turganlaringlardek, shaxsan o'zimga ham yoqdi. Buning ichida to'g'risi nima bo'lgan taqdirda ham zo'r ish bo'ladi, lekin egasiga yetib boradi. Xo'p, razmeri 220 ga 170 sm. Xo'p, buni termosini bu svetlari ham yonishlari. Bu shkafniki ekan. Ko'rib turganlarda adashmovchilik bo'lmasin, buning ustida ham adashmovchilik bo'lgani singari. Juda chiroyli holatda bo'lyapti. Termolari, ochilishlari, ruchkalari, mana ko'rib turganinglar, o'rtada promo oynalari, hammasi bir-biriga o'ta juda chiroyli bo'lsa. Undan tashqari telefoningizni zaryadga chiqib o'tirmaysiz. Buni ustiga qo'yib qo'ysanglar zaryad ola oladigan holatlarda qilib qo'ygan komplet. Endi shkapiga ya'ni mana misol shkapi juda katta, bozor razmerlaridan ko'ra juda katta holatda bo'lgan. Ruchkalarini bunday yaqinroqdan operator ko'rsatib qo'ying, buni juda chiroyli-da, qarang. Endi men qarang, buni ichiga nima deyapti, men qarang ichini. Ichini ko'ring, sifatini. Ish haqiqatda juda chiroyli. Hattoki bulargacha e'tibor berilganda mana bu. Bu kodi bor ekan. Kodini terasiz, kodlab qo'ysangiz bu yopiladi. Bu yerga dollarlarni qo'ysangiz bo'la oladigan holat. Hamma chak-chakigacha e'tibor berilgan ish ekan haqiqatdan. Undan tashqari mana buni ustiga nima deyapti, qarang mana. Bu ish pastroq, lekin vishikani ilgansiz mana tortasiz. Kelyapti. Ya buni qo'yib bo'lganingiz sekin yana joyiga joylashyapti. Bu misol to'g'risi zamonimiz hozirgi zamonni talabiga mos, mana hamma yo'g'i yaxshi narsalar bo'ladi. Endi buni rangi sal boshqacharoq bo'lsin deganlarga mana rangi ham o'zgaraveradigan holatda. Mana hammasini pultlari bor, yonib, o'chib, mana taylarini yonishini ko'ring mana. Taylariga e'tibor bering, o'chib, yonishini mana. Kimga yoqmaydi deysiz? Juda chiroyli holatda bo'lgan holatda. Matlaslari ham ortopedskiy, matrasini o'ziga 5 yil garantiya berishyapti. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Bemalol 5 yilga davr. Undan tashqari buni yechimlaridan bittasi mana ko'rishinglar mumkin. Mana ko'tarildi mana. Mana qarang. Mexanizmni ko'ryapsizmi? Nima deyapti do'stlar? Bunaqasini to'g'risi bozorda istab topa olmadik. Mana shuning uchun shuni obzor qilib beryapmiz. Bittadan like bosib qo'yishni unutmaymiz. Xo'p, tumbuchkalari ham hamma yo'q, juda chiroyli holatda bu. Undan tashqari, hop, bularimiz narxiga keladigan bo'lsa, buni narxi bunisi ham vodiy bo'ladi, dastavkasi 12 million so'm. Endi bunisiga o'tadigan bo'lsak, mana operator kelishingiz mumkin mana. Xo'p, bunimiz juda hamyonbop. Juda ham chiroyli. Do'stlar, bunaqa oshxona mebeli topish, yotoqxona mebeli topish juda ham orzungizdek narsa, arzon narxi. Bularda narxiga keladigan bo'lsak, komplekt vodiy bo'ylab dastavkalar ichida 7 million so'm deyapti. Shahar ichiga bo'lsa kelishilgan holatda qilib beradi, juda chiroyli holatda. Bularning ham oynalari mana misol sensorli bo'lsa kerak. Yo, sensorli emas ekan bunisi. Buni sensorli emas. Shkaflariga keladigan bo'lsa, shkaflari ham bularga hattoki yaxshi ishlatilgan. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ishlatilgan. Men shaxsan o'zimga yoqdi, juda termolari, hamma narsasi juda neobычный ishlatilgan holatda ekan. Matraslariga ham bularga ham 5 yil garantiya beryapti. Meni bilishimcha, bu ham ko'tarilish mexanizmli chamamda. Ko'tarib ko'ramiz. Bu ham mexanizmli ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham mexanizmi bor ekan, juda chiroyli holatda ekan. Mana ko'rib turganingizdek, qishki ustuvoshlaringlarni qish vaqtida solasizlar, yoz vaqtida qishkilarini solasizlar. Shunaqa holatda ekan. Juda chiroyli ekan. Ko'rishinglar, matrasiga hammasiga 5 yil garantiya beryapti. Yopilishlari ham hamma yo'g'i juda chiroyli holatda bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, bittadan like tugmasini bosib, bunimizga keladigan bo'lsa, termolari ham juda chiroyli holatda. Mana ko'rib, dokumentalniy hujjatli ishlar qo'ysanglar. Razmerlari bo'ladi ham 220 ga 170 sm bo'ladi. Matraslari ortopedskiy, rosa charchab ketdi, dam olsa ham bo'la oladigan holat bo'lyapti. Xo'p, telefon raqamlariga keladigan bo'lsak, do'stlar, telefon raqamlari, vizitkalari ustani o'zini ishlab chiqish joyidan va sexdan olasizlar. Sex narxida beradigan usta o'zi 99 020 1090 telefon raqamiga telefon qilsanglar, bemalol
balkim o'zgartirishingiz mumkin boshqacha turda, balkim boshqacharoq qilishingiz mumkin. Любой turingizda Xudo xolisa tayyorlab beradigan usta akalarimiz bo'ladi. Hop, keyingi videolarimizga sog' salomat bo'linglar, oilanglarga xotirjamchilik tilab